muz. Voy. Voy, suv ilib qopti akalar. Mana bunaqa quyoshda boru, mashina ichida suvlar 10 minutda ilib bo'lib qoldi, tashlab yuborasizlar. Men sizlarga mashinada suvlarni muzda saqlashi life hackini o'rgataman. Like bostirsangiz, birinchi bo'lib Sparkdan boshlayman. Qaranglar, Sparkdan deflektorini olish osonda. Shuni chiqarasiz, konditsioner o'zi pastdan yoqib yurasiz-yu, suvni shuni orasiga shunday tiqib qo'ysanglar, okalar muzdekini ketadi. Matizga jinnisini qilib qo'yganman. Hazasini magazin kirsanglar, GoFrani 20 so'mga olasizlar, deflektoriga yopishtirib qo'yasizlar, konditsioner yoqasizlar-yu, pastakanchika suvlarni qo'ygan paytingizda GoFrani shunday tushirib qo'yasizlar. Umuman ilib qolmaydi. Damasni okalarga men o'rgatishim shart emas. Bo'yinli dokani shunday muzli suvga namlab olishadi. Suvga bitta o'rab qo'ysa bo'ldi okalar. Bu libo joyda ketaveradi. Xohlasanglar bu yoqqa, xohlasanglar bu yoqqa, lekin ilib qolmaydi. Lasetti jentralarni bekorga katta bolalarniki dishmaydi. Hamma komforti bor-da, bardachon tepasida regulyator bor. Shuni shunday burab qo'yasiz. Okalar konditsioner bor, bardachoni ham muzdek qilib turadi. Shunday suvlarni olasizlar. Tiqib qo'yasizlar, muzdekini ketadi-yu. Opa, Cobaltda boshqa variant yo'q ekan. Techelaga muzni to'ldirib olasizlar. Suvlarni bitta qo'ysanglar, muzdekini ketadi. Video yoqqan bo'lsa, Shopro akalarni hammasiga jo'natib qo'yinglar.